2026-yil mart oyi, Ramazon oyi do'stlar, Umra ziyorati narxlari, bundan tashqari Qadr kechasi narxlari, shart-sharoitlari qanaqa bo'lyapti? To'liq ma'lumot olgani do'stlar, Centrum Holiday'da bosh ofisga yetib kelganmiz. Videoda oxirigacha tomosha qiladigan bo'lsangiz, qisqa lo'nda ma'lumotini berib o'tamiz. Xo'p, Ulug'bek aka, hozirgi kunda mana mart oyiga kirib keldik va endi xudo xolasa Ramazon oyida biz, Qadr kechasi yaqinlashyapti. Umra ziyoratiga boradiganlar aka, Ramazon oyida niyat qilib kelganlarga narx-navolarni aytib bersangiz. Xo'p, Ramazon oyida Qadr kechasi hayit namozini o'qib kelaman deganlar uchun narx-navo, xo'p, mana shu 1-2 martga mana shu ulgib olaman desa, narxlari $1250, $1200 narxlarimiz Qadr kechasini o'qib keladigan. Xo'p, Qadr kechasi hayit namozini o'qib kelaman deganlarga $1400 dan narxlarimiz e'lon qilingan. Bu 6 viloyat bo'yicha, ya'ni Samarqand, Termiz, Toshkent, Farg'ona, Andijon, Namangandan Primoy bordi keldi reyslar bo'ladi. $1400 dan standart paketlarimiz. Standart paket $1400 dan. Xudo xolasa aka, ketiladigan bo'lsa, hammasi Primoy bordi keldi, biletlar bron qilingan bo'ladi. Faqat bordi keldi bo'ladi. 14 kunlik standart paketlarimiz. Faqat bordi keldi. Ham Jiddaga, ham Madina Munawvaraga reyslarimiz bor. Faqat 14 kunlik bordi keldi bo'ladi xolos bronlar. 14 kunlik. Zo'r gap yo'q. Xo'p, aka ketishayotganda o'zlari bilan necha kilo bagaj, necha kilo ruchnoy bo'lishlari kerak? Xo'p, ketishayotganlarda 20 kilo bagaj, 5 kilo ruchnoy bo'ladi. 5 kilo ruchnoy bo'ladi. Xo'p, undan tashqari firma tomonidan bu narsalar berasizlar. Firma tomonidan o'sha bejigimiz, firmalarga tushirilgan kamzil, sumka, keyin qaytib kelishlarga 5 litr zamzam suvi firma tomonidan beriladigan narsalarimiz. Zo'r gap yo'q. Madina Munawvara hamda Makka mukarramada aka gostinitsani masofasi qanaqa bo'ladi? Xo'p, Madina Munawvarada markazda joylashgan bo'ladi. Markazda 300-400 metr oraliqda joylashgan mehmonxona bo'ladi. Makka mukarramada 1,5 kilometrdan 3 kilometr oraliqdagi gostinitsalarimiz, ya'ni 3 ta gostinitsamiz bor. O'sha 1,5 kilometr joylashgan, 3 kilometrga joylashgan mehmonxonamiz bor. Uchosidan bitta mehmonxonaga tushadi. Zo'r gap yo'q. Yeb ichish aka saharlik iftorliklar. Yeb ichishlar o'zbek milliy taomlari bo'ladi, saharlik iftorlik beriladi. Saharlik iftorlik suyuq, qo'yiq ovqatlar bo'ladi. Salatlari bilan bemalol chiroyli yo'g'irishlar mumkin bo'ladi. Xudo xolasa zo'r. Undan tashqari u joyga borilganda aka yo'l boshchilari, ya'ni 50 boshlari qanaqa insonlar bo'ladi? Malakasi necha marta borib kelgan yoki necha yil tajribaga ega? Xo'p, 50 yoshlarimiz kamida o'sha 2 yildan 5 yil tajribasiga ega, bir oyda o'sha kamida borib kelayotgan, har bitta reysda billa borib, billa kelishadi, xudo xolasa. Ramazon oyida ayniqsa odam ko'pligini hisobiga yetib borganda qiynalmasliklarini, hojilarimiz qiynalmasligi uchun 50 boshlari billa borib, billa kelishadi. 50 yoshlarimiz billa borib, billa kelishadi. Zo'r gap yo'q. Xo'p, aka, nima uchun litsenziyasi bor dokumentalniy firmada umra ziyoratiga borishni tavsiya qilinadi aka? Xo'p, nima uchun siz o'sha 14 ta firma bo'lsa, yo bizdan ketsin, holat boshqa 13 ta firmadan ketsin, 14 ta firma bo'lsa, bordi keldi bilet oladi. Chunki 1 million depozit qo'ygan bo'ladi. Qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, davlat o'sha depozitdan olib, o'sha kamchiliklarni to'g'irlab beradi davlatimiz. O'sha hisobiga litsenziya, depozit qo'yilgan narsasi bor. Litsenziyasi bor firmalar faqat bordi keldi bilet oladi. O'sha hisobiga bemalol rejalashtirib, o'sha 14 ta firmasidan bitta tanlab ketishlari mumkin bo'ladi. Gap, ya'ni do'stlar bilsalaring 1-2 yil oldin odamlar bir hafta, bir oylab qolib ketgan, endi ularda kelishi qiyin bo'lgan. Xo'p, litsenziyada do'stlar joriy qilinganning sababi shunaqa muammolar kelib chiqadigan bo'lsa, do'stlar, davlat shu depozitga qo'yilgan puldan sizni olib kelib uyingizga do'stlar joylab qo'yadi. Ya'ni xudo xolasa attasi sarson bo'lib qolib ketishingiz nima deydi, ehtimoli ancha kam bunda. Endi u joylarda qancha qolib ketsa shuncha yaxshi. Misol, men shuni deb o'ylayman, baribir endi bola chaqa, ota-ona bor, vatan do'stlar, hamma uyga qaytgisi keladi. Xo'p, Ulug'bek aka, ketayotgan odamlarda misol yosh chegarasi qanaqa bo'lishi kerak, to'lovlari qanaqa bo'ladi? Xo'p, yosh chegaralarga qarab to'lovlar bo'ladi. 2 yoshgacha $200, 2 yoshdan 5 yoshgacha $750 bo'ladi. Bilet vizasiga qarab, biletlar qimmatchisi sal qimmatroq, arzonroq tushadi. O'rtacha miqyos 750 hisoblanadi. Xo'p, 5 yoshdan yuqorida yoshdagilar narxlari bir xil bo'ladi. O'sha $1100 ketasiz, $1100 yosh kattalar, masalan $1400, $1400 bo'ladi. Endi ularga alohida mehmonxona joylari, oziq-ovqatlari ham, samolyotga ketganda ham o'sha kurslar ham bir xilda ajratiladi, biletlar yoziladi. Ya'ni kattalarga qanaqa rasxod qilinadigan bo'lsa, do'stlar, 5 yoshdan yuqorilarga xuddi shu rasxodlar bo'ladi. Xo'p, endi aka qarang, u joyga ketilyapti. Biz hozir har xil joydan xudo xolos ko'rib turishibdi. Ramazonda niyat qilib kelganlar bor. Misol, Rossiyada ishlayotganlar bor, Koreya, Amerikada ishlayotganlar bor, suvga qilaman deydiganlar bor. Joylar qanaqa bron qilinadi? Xo'p, joylarda ekranlarda ko'rib turgan nomerlariga telefon qilishlari mumkin. Yo'qsa Telegram, WhatsApp ishlab turibdi. O'sha aloqaga chiqishsa, yana batafsil ma'lumot olishadi. Qaysi sana bo'yicha, qaysi viloyat bo'yicha reyslar bor, qanaqa paket, qaysi xodimlarga ketishayotgan ma'lumotlar olishib, o'zlariga ma'qul kelgan sana bo'yicha joy bron qilishib, Zagram pasportlarni rasmiy olib tashlab berishsa,
o'sha joylar bron qilishlari mumkin. Xo'p, to'lov usullari keladigan bo'lsa, to'lov usullari bank orqali bo'ladi. Shartnoma asosida bo'yicha, xohlasa shotdan shotga, bank orqali, karta orqali, masalan, naqd ko'rinish orqali ofisga kelsa bo'laveradi. Ofisi, masalan, o'tirgan ofisimiz manzili Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar, Mustaqillik ko'chasi 692-uyda o'tiribmiz. Mo'ljal temir yo'l vokzali oldida joylashgan. Kelsa o'zimiz kassamiz ham bor. Bemalol kelib, yana o'tirib, batafsil ma'lumotlar olishib, kassaga to'lovlar qilishib, cheklanib olib ketishlari mumkin bo'ladi. Gap yo'q, zo'r. U joyga ketilayotganda aka, yosh kattalar o'zi uchun aravacha olib oladigan bo'lsa, bagajga hisobladimi, hisoblamaydimi? Yo'q, bagajga hisoblanmaydi. Aravachani bemalol olib ketishlari mumkin bo'ladi. Kiloga urilmaydi ular. Gap yo'q. Undan tashqari doktor xizmati avtobusda tashkillashtirib qo'yilgan. Doktor xizmatlari, avtobus xizmatlari tashkillashtirib qo'yilgan 24 soat avtobus xizmatimiz bor. Doktor xizmatlarimiz ham bor, aravacha xizmatlarimiz ham bor. Ora-orada kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol olib foydalanishlari mumkin bo'ladi. Lekin men bagaj o'tganda pastdan aravacha muhtoj odamlar o'zlari bilan bemalol aravachalarni olib ketishlari mumkin. Uni bagajga kiloga urilmaydi, bemalol olib ketishlari mumkin bo'ladi. Undan tashqari o'zlaringni pastdan ichib yurgan dori-darmonlaring, o'zlaringning ehtiyojlaringga yarasha dori-darmon olib ketishlari mumkin bo'ladi. Bagajga yurib bemalol olib ketishlari mumkin. Unga olib ketishda qanaqasi yo'q. Adda nima qilinmaydi. Ya'ni taqiq ham yo'q, xudo xolasa. Xo'p aka, xudo xolasa pastdagi nomerda WhatsApp, Telegram bor. Agar ijtimoiy tarmoqdan aloqaga chiqib turib nima qilaman deydigan bo'lsalar, endi do'stlar gaplashaman deydigan bo'lsalar, aytib o'tgandek Rossiya, Amerika, Koreyadan ota-onangizga sovg'a qilaman deydigan bo'lsangiz, sizga shu dogovorni shartnoma tuzib turib, dogovorni shartnoma orqali bo'ladi aka bunaqa ishlar. Hamma narsa o'sha dogovorni shartnoma o'zlariga qaysi biri qulay bo'lsa, o'sha variantlar bo'ladi. To'g'ri qilib 5 variant turi bo'ladi, aytiladi. Qaysi biri o'ziga ma'qul kerak bo'ladi, shu usulda qilamiz desa, o'sha usulda dogovorni shartnoma tuzilib, to'lov usullari o'sha usulda qilinib, o'zlari uchun qanaqa bo'lsa qulaylik keltirib beramiz. Gap yo'q. Xudo xolasa hozir aytib o'tgan 6 ta viloyatimizdan bemalol reyslarga joylashib borib kelishsa bo'ladi. O'sha aytib o'tganimizdek 6 ta reysdan yana sanab o'tib ketamiz. Eshitmaganlar hisobga olsa, Samarqanddan, Termizdan, Toshkentdan, Andijondan, Farg'onadan, Namangandan premyer reyslarimiz bor. Ham Madina Munavvaraga, ham Jidda shahriga premyer uchiriladi. Bordi keldi 14 kunlik bo'ladi. Standart paketi bo'ladi. Hozir gaplashib o'tirganimiz standart paketimiz. Komfort yo'lovchilarga komfortlari ham bor. Lekin ekonomimiz yo'q. Ekonomda hozir narximiz yo'q. Ekonomda yig'ishtirib berilgan. Faqat komfort, premium ketaveradi tepaga qarab. Gap yo'q, zo'r. Xudo xolasa do'stlar, siz ham dokumentarniy firmadan, ishonchli firmadan qulay sharoitda Ramazon oyida Umra ziyoratiga borishga niyat qilib kelgan bo'lsangiz, video pastiga nomerlar joylab qo'yganmiz, aloqaga chiqing. Bundan ham to'liq ma'lumot berishadi. Agar shu videoni ko'rib ketayotgan bo'lsangiz, ular joylarda bizni duo qilishingizdan chiqmasin, sog' bo'linglar. Salomat bo'ling.